Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugungi zakazimiz Ilhomjon ukamiz tarafdan berilgan. Alloh qabul qilsin. Shu ro'zani ichida bir aka niyat qilgan edim. So'yib bir qiynalganlarga, yetim yesirlarga tarqatish niyat bor edi deb iltimos qilib qoldilar. O'zimizda so'ydirib turadilar. Yaxshi, mana go'shtdor chiqdi. O'zi to'g'risini aytsak, hozir oxirgi paytda o'ta semiz qo'chqor hech kim so'ramayapti. Go'shtdor, yog'i kamroq bo'lsin deganlariga mana juda ham chiroyli chiqdi. O'zimizda uyda endi tinib turgan qo'chqor edi. Inshaalloh mana o'zimizning hovlimizda bir chekkasidan joy qilganmiz. Shu yerda chiroyli qilib so'yamiz. Hamma narsa pokiza. Bemalol murojaat qilasizlar. Jigarlarigacha jonivor toza chiqdi. Shu yerda so'yib, chopib, kerak bo'lsa mana paketlarga 2 kilodan buni ham hozir mana chopamiz. Inshaalloh paketlarga maydalab beramiz. Alloh hisoblarni qabul qilsin. Ramazon oyida qilinganini ko'pchilik biladi. Savobi 70 karragacha ko'paytirib beriladi. Alloh qabul qilsin ukamizni bu jonivorlarni. Inshaalloh xizmat kerak bo'lsa aytaverasizlar. So'ymoqchi bo'lgan tanishlarga ham jo'natib qo'yasizlar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.